Shahrisabz shahridagi ixtisoslashtirilgan maktabda zamonaviy ta'lim-tarbiya jamiyat taraqqiyotining muhim asosi deb nomlangan o'quv seminar soha xodimlarining yangicha yondashuvlar asosida ishlashga undashligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Unda Shahrisabz shahridagi umumta'lim maktablari rahbar xodimlari va pedagoglar qatnashdi. Seminar dasturiga ko'ra, ushbu ixtisoslashtirilgan maktabning 16 nafar mahoratli ustozlari tomonidan zamonaviy texnologiyalar, yangi metodlar asosida ochiq darslar tashkil etildi va bu darslar umumta'lim maktablari o'qituvchilari tomonidan tahlil qilindi. Shundan so'ng yig'ilganlar yangi baholash tizimining afzalliklari mavzusida ma'ruza tinglashdi. Mavzu bo'yicha yig'ilganlarga ko'plab ma'lumotlar berib o'tildi. Ustozlar tomonidan o'tilgan ochiq darslar haqida seminar ishtirokchilarining fikrlari, olgan xulosa taassurotlari eshitildi. Shuningdek, ushbu seminar pedagoglarning keyingi ish faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Bu hamkorlikning asl maqsadi ham aslida o'zaro bilim tajribalar almashish, darsda samaradorlikka erishishda zamonaviy metod va usullardan unumli foydalanishni targ'ib etishga qaratilgan. O'z kasbining haqiqiy ustasi bo'lishga ahd qilgan asl pedagog hech qachon izlanishdan, o'rganishdan qochmaydi albatta. Bugungi seminarni dolzarbligi yangicha baholash tizimi bo'yicha olib borildi. Birinchi kirganimizdan maktabda tashkil etilgan ochiq darslar jadvali bilan tanishdik va maktabda barcha o'qituvchilar tomonidan chiroyli ochiq darslar tashkil etildi. Men masalan bugun ikkita ochiq darsga tashrif buyurdim. O'quvchilar tomonidan ham, o'qituvchi tomonidan ham yangicha baholashga asosda tashkil etildi bu darslar. Yangicha baholash tizimi hozirgi kunda Shahrisabz shahrida ikkita maktabda mana shu ixtisoslashtirilgan maktab ko'magi ostida yangicha baholash tizimiga o'tgan. Men shahardagi 13-maktabda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari vazifasida ishlayman. Birinchi o'tgan vaqtimizda to'g'risini aytsam, bizda qo'rquv bor edi. Yangicha tizimga o'tishda albatta qo'rquv bo'ladi. O'tganimizdan keyin mana bu 3 ta chorakni o'tkazdik. Juda ham o'zini afzalliklari bilan, masalan, pedagog jamoamiz o'rtasida ham juda ham yaxshi ekanligiga guvoh bo'ldik. Ayniqsa bu yangicha baholash ijodkor o'quvchilarni o'sha otilib chiqishiga, ayrim holatlarda bilamiz o'quvchilarimiz juda ham uyatchan yoki bo'lmasam kirishuvchanligi past bo'lgan o'quvchilarni ham o'sha yuzaga chiqarishda yordam beradi. Bugun mana shu seminarda o'rgangan, o'sha amaliyotda qo'llayotgan jihatlarimizni yanada ham mustahkamladik va o'ylaymanki, bu tizim, bu yangi tizim, albatta yangi tizim bor joyda albatta hali ko'p yangiliklar bo'ladi. Bu qolgan maktablar ham o'tsa, nasib bo'lsa, o'quvchilarimiz juda ham yaxshi yutuqlarga erishadi. Seminardan taassurotlarim juda ham kuchli. Albatta bu taassurotlarim bilan o'zim jamoamda ham bo'lishaman degan umiddaman. Bizni Shahrisabz shahar ixtisoslashtirilgan maktabi 2022-yil sentyabr oyidan o'z faoliyatini boshladi. Bunda ustozlarimiz va o'quvchilarimiz imtihon asosida qabul qilindilar. Hozirgi kunda ushbu maskanda 36 nafar pedagog xodim faoliyat yuritmoqdalar. Shulardan 22 nafari oliy toifali, 10 nafari birinchi toifali ustozlar. Imtihon asosida esa 380 nafar o'quvchi qabul qilingan. Maktabimiz matematika, fizika, kimyo, biologiya fanlariga ixtisoslashtirilgan. Bugun maskanimizda zamonaviy ta'lim-tarbiya jamiyat taraqqiyotining muhim asosi shiori ostida seminar bo'lib o'tdi. Shahrisabz shahridagi 25 nafar maktabdan o'quv-tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari va fan o'qituvchilari ishtirok etdilar. Bu seminardan ko'zlangan maqsadimiz yangi metodik usullar almashish va yangi baholash tizimini qulayliklari haqida edi. Ular ushbu yangi baholash tizimi haqida ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Ularning qulayliklarini bilib oldilar, juda ham mamnun bo'lishdi. Ochiq darslar tashkil etildi. Ochiq darslarda ishtirok etdilar. Bilimli, iqtidorli o'quvchilarimizni ijodiy ishlardan namunalar ko'rishdi. Darhaqiqat, o'z kasbining munosib egasi bo'lishni xohlagan pedagoglar uchun doimo o'z ustida ishlash, o'qib o'rganish, ish faoliyatiga yangiliklar kiritib borish zaruriy faoliyat hisoblanadi.
Bu boradagi o'zaro hamkorlik, tajriba almashinuv, ustoz shogird an'analari, o'zaro metodik almashish usullari o'z natijasini beradi. Shuningdek, ushbu maktabda joriy etilgan yangi baholash tizimi asta-sekin barcha umumta'lim maktablariga qo'llanilishi arafasida ekanligi, ushbu maktab o'qituvchilari bilan yana ham mustahkam aloqalarni o'rnatish lozimligini anglatadi. Bu kabi seminarlar maktablarda ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirishga astoydil kirishgan pedagoglarning bir maqsad yo'lida birlashtirish bilan birga ularni yangi g'oyalar, yangi bilimlar, zamonaviy texnologiyalar asosida dars jarayonlarini tashkil etishga asos bo'ladi.